Assalomu alaykum do'stlar. Bizni ish joy obyekt Polkovskida. Do'stimiz bilan kirishaga chiqib oldik. Video qilishni boshladik. Araf, qanday?siz? Qancha tiniqlashtirsa. Akalar bir qarangizlar. Shuncha uzoqda shuncha qolyapti. Mana Kiyevsk ko'cha, katta ko'cha. Kosnoga ketadi, yoqda Moskvaga, nimaga Peterburg sentrga boradi. Yaptı. Shunday qilib shunday gaplarda do'stlar. O'zimga ham bir ko'rsatib qo'ying. Like bo'lsamiz, videolarga komment yozamiz. Qancha ko'p prosmotr, like bo'lsa, yana biz shuncha ko'proq video qilishga harakat qilamiz do'stlar. Shunday ekan, qo'llab-quvvatlaringizlar, podдержка qilingizlar. Biz hali ko'p narsalar qo'yib boraveramiz. Yerda sadik ketyapti. Akalar ishlashyapti. Meni ko'rganyapsiz. Ha, aka. Teksada qarayvering. Yana qayerda odam bor ekan? Biz yashayotgan joyimiz mana Karadok. Zapravka. Zapravka почти 1 kilometr bo'lsa kirishni yaxshi bo'lyapti. Katta ko'cha, mashina ketyapti. Kiyevskgacha taxlanamiz, mana ro'yxatdan aytamiz. Mana hozir kiramiz, ulardan. Shunday de. Kechada odamlar ketyapti. Shu domlarda hammasida ishlayapmiz. Xudo xohlasa, bitkazsak boshqa alikka o'tamiz nasib bo'lsa.